Bir inson bor. İsmi Razanbek Jamalov. U 1998-yil 1-iyun kuni Dog'istonning Xasavyurt shahrida tug'ilgan. Tog'lar bag'rida ulg'aygan oddiy bola, ammo yuragida temirdek iroda, osmondek orzu bor edi. Uni shakllantirgan ustozlar Buvaysar Saytiyev, Adam Saytiyev, Muso Saydulbatalov. Ular Razanbekka faqat usul emas, balki sabr, intizom, vijdon va mardlikni singdirdi. 2020-yil u Yevropani larzaga soldi. Novi Sad U23 Yevropa chempioni. O'sha yilning o'zida Budapeshtda U23 jahon chempioni. Bu iste'dod tasodif emas edi. U mehnatning muhri edi. 2020-yil u dunyoni egalladi, jahon kubogi g'olibi. Keyingi yillarda Rossiya chempionatlarida ham hukmron bo'ldi. Naro Fomiksda, Tuvada oltin. Ammo hayot faqat g'alaba emas, ba'zan taqdir odamni tanlovga olib keladi. 2024-yil Olimpiya yo'llari Rossiya sportchilari uchun yopildi. Ammo Razanbek yo'l qidirmadi, yo'l yaratdi. U yuragi bilan tanlov qildi. Musulmonligi uchun, iymoni uchun, mardligi uchun, birodarlikni his qilgani uchun O'zbekistonni tanladi. Bu xalq tarixida Ikkinchi jahon urushida yetimni bag'riga bosgan, zaifni suyagan, nomusni qadrlagan millat. Shuning uchun bu bayroq unga begona emas edi. Bu bayroq uning qalbiga yaqin edi. 2024-yil Budapesht Grand Prix oltin, Namangan oltin va nihoyat dunyoning eng buyuk sahnasi Parij Olimpiadasi 74 kilogramm final. Bu final jang emas, bu aql, yurak, jasorat sinovi edi. Razanbek Daichi Takatanni shunchaki yutmadi, u uni o'qidi. Pastga kirishlar chaqmoqdek tez, qo'l nazorati temirdek qattiq, muvozanat tog'dek sobit. Har bir harakatlar hisoblangan, har bir tashlash vaqtida, har bir burilishida ustozlari mehnatining aks sadosi bor. U raqibini muddatdan oldin katta texnik ustunlik bilan yutdi. Arena portladi, tarix yozildi. Final tugadi, arena jim bo'lib qoldi, yuraklar hapriqib ketdi. Razanbek yelkasiga O'zbekiston bayrog'ini oldi. U bayroqni ko'tarmadi, u uni qalbiga uradi. U yugurdi, quvonchdan yugurdi, shukurdan yugurdi. Tribuna tomon yugurdi, o'z do'stlari, birodarlari, millatdoshlari tomon. Ko'zlarida yosh, qo'llarida duo, yuraklarida bir toni bir jon bo'lgan baxt. Mana shu manzara bir haqiqatni isbotladi. Bu millat bardoshli, bu millat inoq, bu millat bir-biriga suyanchiq. Bu g'alaba faqat Razanbekniki emas edi. Bu butun musulmonlar g'alabasi edi. Har bir chempionning o'z tarixi bor. Bu tarixni sizga Humoyun Razzaqov so'zlab berdi.